إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda tavhid haqida to'xtalamiz. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Ya ayyuhan nasu ubudu robbakumul-lezî xalaqakum vellezîne min qablikum la'allakum tattaqun. İnsanlar ahiretning azobidan saqlanishinglar uchun sizlarni va sizlardan ilgirkilarni yaratgan Allohga ibodat qilinglar. Tevhid Allah Teala'nın yekki yegane yaratuvchi ekanligiga e'tiqod qilish ve ibadetlerini Allah Teala'nın o'ziga xolis qilish, shundaqla Allah Teala'ni hech kimga o'xshatmaslik deganlik. Tevhid uch turlik bo'ldi. Tevhid rububiyya, tevhid ubudiyya, tevhid asma va sifat. Tevhid rububiyya deganimiz Allah Teala'nın birla yegane yaratuvchi itiraf qilish ve shuningga amal qilish, shu e'tiqod bo'yicha ish ko'rish. Allahu xaliqu kulli şeyin ve hu ala kulli şeyin qadir. Allah hamma narsani yaratquchi ve hammaning homiysidir. İkincisi ubudiyya. Tevhid ubudiyya ibadetlerini Allah Teala'nın o'ziga qilish. Yani evliyalarga, onunga, bununga qilish emas. İbadet deganimiz bu yerda dua, ümid, ibadet ve tevekkül. Muşunun hemmini Allah Teala'ga xas qilish deganlikda. İnneni anallahu la ilahe illa ana fa'budni. Men haqiqatan Allah mendan boshqa iloh yo'q, ibodatni mang'ila qilgin deydi. Endi üçüncüsü tevhid asma ve sifat deganimiz Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde kelgan isim sifatlarga iman keltirish ve bu isim sifatlarni başqalarning, yani mahlukatning isim sifatlariga o'xshatmaslik. Shundaqla Allah Teala'ni o'xshatmaslik. Laysa kemislihi shay'un ve huves semiul basir. Yani Allah hech narsa Allohga o'xshamaydi. Allah hammani anglag'uchidir ve ko'rguchi. Endi tevhidning ahamiyati. Tevhid qanday ahamiyatli deganda, tevhid barliq samaviy dillarni, yani Adem Aleyhisselam'dan başlap Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kelgan samaviy dinlarning bütün şu peygamberlerinki ortak çağırıqı birinci prinsipi tevhid, yani Allah'tan başka ilah yok, Allah'a ibadet kılınlar diştin ibaret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin dininin ve davetinin asas merkezi noktası. Hususen Mekke'deki 13 yıllık asası, yani kişiler Allah Teala'nın ki bir ikenligini tunutuş, ibadetini Allah Teala'ga kılış lazımlığını bildirişten ibaret bo'lgan. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. İyi peygamber, senden ilgili evetilgen peygamberlerinin hemmesiga menden başka ilah yok, bana ibadet kılınlar dep vehi kıldık dedi. Yani tevhidin paydası, tevhidin en çok paydası bu dünyada doğruyor, ahirette Allah Teala'nın azabını kurtuluş ve cennetine erişiş. اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ deydi. Yani iman etip imanıga zulüm, yani şirkni arlaştırmagan adamlara kelsek azap emin buluş, yani hatırcemlik aşılağı has. Ula doğru yol tapkan kişilerdir. Yani tevhidsiz etilgan iman durus emas ve tevhidsiz ibadet mu kubul emas. Tevhid taqozo qiladigan ishlar. Tevhid taqozo qiladigan ishlar nayda jet. Yani üçne deyli. Ise Allah Teala'nın başkasını Allah Teala'nı ulug'lagandak ulug'lamaslik. Tevhidning taqozosi bu shu. Allah Teala'nı ulug'lagandak hech kimni anda ulug'lamaslik. Qul ag'ayrallohi abghi robba ve huve rabbu kulli şey deydi. Aytqinki Allah hamma narsaning Rabbi tursa, men uningdan boshqa bir Rabb izlemdiman. Yani birov Allah Teala'nın başka birine, Allah Teala'nın iradesi sırtıda kişilerge payda ziyan yetkizerleydi o, kişilerini öldürerleydi o, tirildirerleydi o, dep itikad kılsa bu Allah'a şirik keltirgen. Çünkü bu işler Allah'a has işler.
İkincisi Allah Teala'nın başka birini Allah Teala'nı söygендek söylemeslik. Yani tevhidin takazzası, talebi şu anda. Kul agayrallahi ettehizi veliyen fatır semavatı vel ard. Peygamber o müşriklerine etkin ki asanı, zeminni yoktan bar kılgan Allah'tan başkasını men iyi kılıp tutam demen. Yani Allah Teala'nın dünyadaki hem sevgilerinin aldığı koymadıkça iman tuluk bulmaydı. Üçüncü Allah'ın başkasına Allah Teala'ya itaat kılgandaki itaat kılış. Efe gayrallahi ebtegi hakemen ve huvellezî enzele ileykumul kitâbu mufassala. Peygamber o müşriklerle etkin ki Allah sizlerge hakikatni op-uçuk bayan kılıp birdiğen kitapını nazil kılgan tursa men Allah'ın başkasını hüküm kılgıcı kılmammo, yani Allah'ın başkasının hükmünü izleymemmo de. Allah Teala'nın başkasıdın. Allah Teala'dan korkan hoş. Allah Teala'nın ümit kütkendek ümit kütöş ve Allah Teala'ya itaat kılgandek itaat kılış şirkke yetip kaldı. Çünkü hemmenin aldıda birinci Allah Teala'ya itaat kılış gerek. Hem de tevhid ise bendilerge kul buluştun, barlık korkunçladın ve hurapatladın, azat buluş digellik yani. Kullukdun, insanlığı har buluştun ve hurapatladın, korkunçladın, azat buluş. Çünkü tevhid, yaxşılık, yamanlık Allah'tan kildi. Takdirim Allah Teala'nın kuluda, Allah Teala'nın başka, Allah Teala'nın iznisiz bana bir kim yamanlık kılamaydı, yaxşılık kılamaydı. Bütün korkunçlar birla Allah Teala'nın korkuşka toplangan oldu. Yani bütün korkuşlardan azat bulup birla Allah Teala'nın korkuşka merkezleşken oldu. Bunda adamınki hayatı istikrarlı, bəxtlik, hatırcam, yaxşı ütüdü. Anda boğmağanlar hemme nərsini korkuduğanlar, hiç nərsiki işenci kılamaydıqanlar, dünyada hemme nərsini korkudu. Ölümden korkudu, qarakçıdan korkudu, onundan korkudu, bunundan korkudu. Ama hakiki mümin adam Allah'tan korkan iken Allah'tan pana tileydi ve Allah'tan yardım tileydi, başkasından korkmaydı, korkutaydı. Hem de tevhid itikat kılıp koyuş bilen de bulmaydı. Onu şu eniyette yaşaş ve yaşıtış gerek. Hem de bununki sahabelerden bizim en yaxşı ülgülerimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başlap sahabeler bu anda. Sahabelerninki bir misal keltirdi. Kâb ibn Malik radıyallahu anhu'nun kıssası. Miladiyanın 630. yılı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zor koşun tayarlap Tabuk degan yerga g'azot qilg'ili tayyorlanadi. Tabuk hamda Saudiya Arabistonininki chegara rayoni eng yiroq yer. 683 kilometr keladi. Hozirgi zamonda 5 soat, 6 soat berib bo'ldi. Burun shu chaqda at uloqlar bilan bir oyda berib bo'ldi. Ammo bu shu Tabuk bo'ldiqda yozning nihoyatda issiq kunlari onun üstüge mol husulunu yığıdığan bir vakit, şunda vakitga udul kelgan. Şu çağda müminler bir sınalgan imanıda. Yani hem yol japalık bir aylık yol, hem nayet issiq japalık, hem mol husul yığıdığan vakitleri. Şunda çağda mı şunu terk edip Allah Teala'nın ki Resulü buyruğu itaat kılıp Müslümanlar cihatga katnaştı. Şu münafıklar yani üzünü Müslüman kılıp köstüp koyup emniyeti işenmeydiğanlar 80'den artık kişi türlük özürler bilen cihattan kep kaldı. Şu çağda üzü münafık bu Müslüman de her bir sebeplemde cihattan kep kalan 3 sahabe var. 3 sahabe doğrusunda Kur'an-ı Kerim'de məxsus ayet düşüp ulanı əf kılgan. Şu 3 sahabenin birisi Kâb ibn Malik radıyallahu anhu. Sahabeler Tabuk gazasını kıyandırken münafıklar Resulullah'ın aldığı berip özlüğününki yalganın özürlerini eğitip anda oğante bunda oğante biz çıkamıyoruz. Resulullah bana tamam silahından inana tapşırdım. Allah bir taraf kısın onu deydi. Şu an bu Kâb ibn Malik bilen yani 2 kişi 3 sahabe Resulullah'ın aldığı kilidi. Kâb ibn Malik radıyallahu anhu yüzünün şu kıssasını bayan kılıp mındaqdaydı. Ben Resulullah'ın aldığı kilişten burun qanday qilishim kerak? Men so'zga bak usta, notiq adam. Har qanday odamni qoyil qila olmayman. Shu munofiqlar o'zi aytgandek, men mana o'zi aytib gapini qilsam, Rasululloh cho'qim ishinidi, menga achchiqlamaydi.
bana gazap kılmaydı. Bırak Allah'ını aldığan buluman. Çünkü Allah bilip durdu meniki özürsiz turup çıkmaganlıklarını dep karar kılıp tamam ben Resulullah rast gap kılmayan degan niyetga keldi. Şunu meclisga kelip Resulullah'ın aldığı kelip ya Resulullah men aşı cihatga çıkmagan günde başka kündükidimmi en yaxşı da halatim. Şaraitim batı, iki tane uluğum batı, özrem yoktu. Lekin ben cihatga çıkmadım. Endi ben bir yerde başkalarına okşaş özrünü uydurup çıkıp sını qayıl qilsam, elbette qayıl qila alayman. Şunu İslam'a açıqlamaydı. Lekin Allah açıqlaydı. Şunu ben rast gap qilman. Şu çağda özrem yoktu, ben cihatga çıkmadım. Degandiki Rasulullah mav rast gap qildi deydi. Şunu bilan siz ketip turunglar. Allah sizning haqqingizda hüküm çıkardı deydi. Şunu bilan bularga 50 gün gap qilmaslikqa sahabalarga hech kim salom qilmaydi, gap qilmaydi. Şunu bilan bularga osmon igiz ya qattiq ulab ketibdi. Endi shundoq bir ruhiy azob paydo bo'ldi. Bu Ka'b ibn Malik deydi, men masjidga üzemni bog'lab, masjidni ochdim. Aşağıda o'tirib, shundoq Alloh taologa tövbe qildim deydi. Shuni 40 kun bo'lgan chog'da ularni shu 3 kishini ayollardan yaqin turish, yiroq turishga Rasulullohning ayda buyruq kelgan. Ayollarga yaqin kelmaydi. O chog'da shundoq turgan ekan 50 kuni bo'lganda oyat tushib, uchaylan to'g'risida oyat tushib, Alloh taoloninki ularni mag'firat qilganligi to'g'risida Tavba surasida oyat tushdi. Uning qissasi shundoq. Yana bir qissa Oysha radhiyallohu anha ning qissasi, bo'hton chaplanganlik qissasi. Hicriye'nin 6. yılı Beni Mustalak gazetidaga Rasulullah şu Ayşe radhiyallohu anhani ilip çıkan, yine de birlikte ilip çıkan. Şu gazet tügenlikin yolda qaytışta bir yerde to'xtab sahabalar tert namaz o'qib demelip mangan. Şu çağda bu Ayşe radhiyallohu anha bir tert ağılı ketip keşf bulab qaldı ekan, bir nimasini üzüksini binasini yuturib qo'ydi ekan. Yuturib qolib shuni izlayman deb yurib bu havdaj deymiz, yani onu kütəgən məbədək nəsəmdir. O Ayşe radhiyallohu anha özünü aytdı, özü uruq, kiçik hem de avı götürdüğün nəsə, özü eğir nəsə, töt adam götürdüğün nəsə. Şu işçiyə kirib olduğa axşaydı deb ular ketib qaldı. Ketib qalğandan keyin qarasa, bu gazatçı qo'shin ketib qolgan, Ayşe radhiyallohu anha kəsi hech kim yo'q. Endi cihatning odati bo'yicha eng oxiri bir qancha askar qilib, unutilib qolgan narsa bo'lsa yo'lni ilib maqan, aqsda qolib ekan. Shunda shadamda kelib qolar deb kutib o'ldirsa, Safvan degan bir sahoba nimaninki mujohidlarning eng aqsda qilib kelgan, kelib Iroqdan bir qora kiyim bir kishini o'ltirganini ko'rib, yaqin kelib qarasa Ayşe radhiyallohu anha ekan. Shuni bilan o yuzini tarafga qilib turib nimaga chiqslar, mapiga chiqsa deyotgan, chiqib elib keladi shu. Elib kelganiga shuni munofiqlar bu ikkilarning kelganini ko'rganiga bu ikkilar yomon ish qilgan o'xshaydi deb so'z taqdirdi. Bu oraliqda Ayşe radhiyallohu anhaning undan xabari yo'q, endi ayada sovuq o'tib ketgan, shunda qilib og'rib qolib, ota-onasining uyiga ketdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin kishilarningki shu so'z cho'chaklarini o'zi anglab qoldi-da. Ayşe radhiyallohu anha anglab qoldi. Anglab qolib ota-onasidan rostmi shunday gap bormi desa, bunday gap taqilyotdi. Şu nima Safvan bilan ikkilan shunda qilibdi, yomon ish qilibdi deb endi tuhmat qilyotdi, kishilar gap taqilyotdi degan ekan. Ayşe radhiyallohu anha texmi og'rib ketdi. Texmi og'rib yig'lab shu bir oy vaqt o'tdi. Endi o chaqda Rasululloh unga gap qilmaydi. Alloh taolo buningda bir hukm chiqardi deydi. Lekin Rasululloh ishini de o'zining ayoliga, o'zining ahliniki yomon ish qilmaydiganligi. Shunda bir qiyin bir ahvol bo'ldi. Şu chaqda Nur surasida Ayşe radhiyallohu anhani aqlagan oyat tushdi Alloh taoloning. Uning pok ekanligini, munofiqlarning tuhmat qilganligini, bu tuhmat qilgan kishininki shu birinchi darajalik munofiqqa mushu ishiningki mushu tuhmatning eng cho'ng hassasini yuklanadiganligini to'g'risida oyat tushdi. Shuningdan keyin Rasululloh Ayşe radhiyallohu anhaning qishqi keldi, muborak bo'lsin, Alloh taolo sizni aql dedi. Kelgandan keyin o'ltirdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Ayşe radhiyallohu anhu dadisi, "O'ningizdan turing qizim, Rasulullohga rahmat ayting" degandan keyin, "Men Rasulullohga nimishqa rahmat aytdim ekan? Men Allohga shukr qilma, Allohga aytman rahmatimni. Chunki meni Alloh aqldi" dedi. Ya'ni men tavhid mening ishada. Chunki mayadagi in'am, aqlg'anlik, mehr shafqat, mag'firat Alloh taolodan keldi. Alloh taolodan kelgandan keyin bu Alloh taoloning haqqi bo'lgan
shukr va hamd sanani men Rasulullah'a aytmayman, Allohga aytaman deydi. Oldingi qissadagi Ka'b ibn Malikmi Alloh taologa rost gap qilishdan iborat, ya'ni Alloh taolaning haqqi, bandalarning rost gap qilishi Alloh taologa qilishga tegishli ibodatning bir qismi. Rost gapmi ibodat shu. Anda shunga Rasulullah'a yolg'on aytmay, shu rostchilik qilganda to'g'ri tavhid e'tiqodining kuchi u endi. Yana bir qissa masalan, Abu Bakr radhiyallohu anhu Peygamber Aleyhisselam'ın en qadimnas do'sti hijrat qilganda billa hijrat qilgan, hatto shu g'arda yushurniga vaqtida qarasa, o yushurniga yerda kichik tuyushlar bor ekan, nimaniki shu yilon binasi chiqadi ekan, kiyimining bir tarafini yetib azroqdan nim qilib shu tuyushlarni yetidi. Endi yilon chiqib olmasa Rasululloh bak herib ketgan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu quchqida uxlab qoldi. O aşında binasida chiqib qolmasin deb kiyimlarini yetib nim qildi. Qilgandan keyin bir tuyushga qolganda ama o parcha qolmagandan keyin shu qulni besib turdi shuning uchun endi chiqib qolmasin deb. Shu og'riqdan chiqib oldi qulni. Qolgandan keyin qattiq og'rib ketib chiday olmay ko'zdan yosh demib Rasulullohning mangziga temdi, Rasulullohni o'g'itadi shuni mana. An yana shu hijrat asnosida ketib ular usab ketgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh yana yo'l boshlovchi. Usab ketganiga bir azroq bir sut uchraydi, bir sut berdi bilsa, birinchi Rasululloh issin deydi hammasi, unumaydi boshqa ishkilim tamamisi deb Rasulullohning shunda ishkinni ko'rib Abu Bakr radhiyallohu anhu tamam mening suluqim qanday. Ash Rasulullohning ishkinni ko'rib usuluqi qanday. Bu muhabbatning eng yuqorisi endi. Bu Rasululloh ishdimi, qandimi? Tamam meniki usuluqim qandab, usuluqim shunday qilib qoldi, qat'iy ishkil olmaydi, o'zlari istedi deb aytadi. Mushundoq bir muhabbat, Rasululloh mushundoq bir muhabbati bor kishi, Rasululloh vafot bo'lgan chaqda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Muhammad alayhisalomning kim vafot bo'ldi desa, kallasini kesiman deb nayt achchiqlab kelganda, to'xtabdi deb xutbaga chiqib, kimki Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad vafot bo'ldi. Kimki Allohga ibodat qiladigan bo'lsa, Alloh va u hargiz o'lmaydi degan mashhur so'zni deydi. Ya'ni haqiqiy tavhid bilmaydi. Rasulullohga bo'lgan muhabbati boshqa, ammo tavhid masalasiga kelgan chaqda Alloh taolaning haqqini hargiz unga bermaydi. Chunki ibodat qilish Allohning haqqi va mangulik turish Allohning haqqi. Ondan keyin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu'ningki zamonida endi Xolid ibn Velid hammamiz bilamiz Allohning qilichi deydigan Sayfullohil Maslul deb aytgan Rasululloh atab qo'ygan unvoni bor Allohning qilichi deb. Nayt mashhur qo'mondan. U qo'mondan kirgan har qanday g'azotda g'alaba qildi endi. Ashunda Rasululloh vafot bo'lib ketib, Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot bo'lib ketib, Umar ibn Xattobning davridimi, ya'ni shu bosh qo'mondan bo'ldi. Bir kuni to'satdan uni Umar ibn Xattob onu qo'mondonlikni elib atdi. Sababsiz. Elib atgandan keyin bu Xolid ibn Velid xalifaning yoniga kelib, meni nimishqa elib atdilar deganki, men seni bak yaxshi ko'rman dedi. Meni nimishqa elib atdilar, men seni bak yaxshi ko'rman dedi. 3 qatim degizib bo'lgandan keyin undan keyin kishilar butun g'alaba mushu Xolid ibn Veliddan keldi deb, Xolid ibn Velidning g'alabini Xolid ibn Veliddan deb, Xolid ibn Velidning Rabbini unutib qoldi. Şuna kişilerin bu tevhid itiqadida xato ketmesin deb nusratning g'alabinin Allohdan keldiganligini, Xolid ibn Velidning faqat bir sabab qilguvchi ekanligini bildirib qo'yish uchun seni elib etdim deydi. Shundan keyin masalan islom qo'shinlari yana g'alaba qildi, Xolid ibn Velid qo'mondan bo'lmasa-mu Allohning nusrati g'alabasi kelaverdi. Ya'ni shuncha inchike mavzuda demak endi tevhid ashunda muhim, ashunda e'tiqod qilish ve ashunda amal qilish. Chunki tevhidning asosiy negizi nima? Alloh taolaning haqqi bo'lgan hech qanday narsani boshqasiga bermaslik. Mayli duo, tavakkul, ibodat, hurmat, ulug'lash degan o'xshash bütün Alloh taolaga tegishli bo'lganni Rasulullohga bermaslik. Allohning o'ziga berish. Mushu haqiqiy tevhid endi. Yaqinqi zamondagi qissalarni desak, masalan, Muhammad Mutavalli Sha'ravi Saudiya Arabistonda mudarrislik qilayotgan bir vaqtlarda bir leksiya so'zlagan yerdan kelib, yo'lda kelib o'tib bir mechitning yoniga kelganda shofirga
to'xtabdi deb qolib mechitning tualetga kirib ketibdi u. Tualetga kirib ketib sharovi chiqmabdi. Bu nimandaq chiqmaydiganda deb xili saqlab o'tirib, endi nima bo'lgandi deb kirsa, tualetni boshdan oxir bütün tualetlarni yo'g'iltiribdi. Ishdan rosa tugib turib, tualetlarni yo'g'iltiribdi. Shundan keyin sen chiqib turgan aqangni chiqman deb qolib, ta'ritilib o'zini pokizlab chiqib, mashinaga chiqib o'tirib, men shu leksiya so'zlagandan keyin kishilar nihoyat bak alqishliq tug'andi. Shuning bilan o'zimni ko'nglimda hozir shu so'rinda mendek bunda alqishga erishgan bekim yo'q degan ko'nglimga shayton shunday qolganki shu mushuk kibrini yengish uchun, shu o'zimning nafsini adaplash uchun shu shunday qildim deydi. Chunki madhilanish fazli karim Alloh taoladan, ilmni bergan Alloh taolo, nutq qobiliyatini bergan Alloh taolo madhilanish kerak. Ammo oyatdan ko'ngliga o'ziga bir xil bir mag'rurlik kelib qolgan ekan, tavhidga daxl yetmasin deb amaliyotda tövbe qiladi. Ko'nglimda tövbe qilibmi, ya'ni amaliyotda, amalda shu nafsimni bir adablaydi deb shunday qilgan deydi. Demak hamda tavhidning asosi Alloh taolaning haqqi bo'lganini boshqasiga bermaslik. E'tiqodda, amalda, hamma narsada Alloh taolaning o'ziga mansub qilish. Alloh taolo hammamizni tavhid iymoni sog'lom mu'minlardan qilsin va hammamizni o'zining rahmatiga va jannatiga erishtirsin. Amin. Hurmatli qadrdon ko'rman qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Yana bir haftada ko'rishguncha hammalarni Alloh topshirdi. Omon bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.